Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəbərlərini ko'rishingizni qarşılaymiz. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Sherqiy Türkistan mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan. Alloh yo'lida shahid bo'lgan barliq Sherqiy Türkistan o'g'il qizlarimizga Alloh jannatul firdavs ato qilsin. Buningdan 24 yil burun Sherqiy Türkistanning Ghulja shahrida 1997-yili 5-fevral kuni Uyg'ur yoshlari Abduxalil Abdumijidning rahbarligida mashrab va futbol harakatining cheklanishi, bolalar va qiz ayollarning Xitoy o'lkalariga aldab elib ketilishi, zaharlik chekimlikning qo'yib etilishi, hokimiyatning buningga qarshi chiqqanlarni qalayimqon tutqun qilish qatorliq adolatsizliklarga norozilik bildirib namoyish uyushtirgan. Xitoy hukumatı bu namoyishni bahona qilib rahimsizlarcha qonliq bostirgan va o'ltirgan. Şahitlarning va butun Uyg'ur xalqining qalbida 5-Févral Ghulja vaqasi qonga bo'yalgan harb kuni bo'ldi. 5-Févral Ghulja inqilobi Sherqiy Türkistanning yaqingi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi elib berilgan portlash xarakterlik inqilob bo'lib, to'lagan badallar, tuproqda yotgan shahidlarni xatirlash, butun dunyo xalqiga zolim tajovuzchi Xitoyning rahimsizligini texmo ilgirlagan holda bildirish uchun Sherqiy Türkistan Sürgündi hukumatı dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur xalqini Xitoy virus xavfiga tadbir olgan holda 5-Févral Ghulja qirg'inchiliqini xatirlash, namoyish o'tkazishga chaqiriq qilib mundaq dedi. Aldığımızdaki 5. Févral yani 1997 yıldaki Ghulja inklavınınki yoki Ghulja qirg'inchiliqiniki xatirlash bilan aldığımızdaki şu cuma kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazmoqchimiz. Biz oldi bilan Ghulja qirg'inchiliqiniki 24-yilligini xatirlash bilan yana Amerika hukumatiningki Amerika Tashqi ishlar ministrligininki Sherqiy Türkistan davosi uchun, Sherqiy Türkistan uchun yani texnik ko'p harakat qilishini talab qilamiz va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganlik uchun rahmat aytamiz. Ve yanada devletimizni Xitay tarafından besilib olgan bir devlet ekanligini e'tirof qilishini chaqiriq qilamiz o'z qarindoshlar. Shuning bilan mushu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidagi bor qarindoshlarniki bu namoyishga aktiv qatnashib turishinglarni chaqiriq qilamiz va dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizningki o'xshash kunda üzerindeki turuşluk devletinlerde meyli şu parlament aldığı bolsun, meyli Tashqi ishlar ministerligi aldığı bolsun, meyli hatta Amerika elçihalları veya konsulxonaları aldığı bolsun, tinchlik yana şu bizi bilan moslashib namoyish o'tkazishinglarni chaqiriq qilamiz. Tashkilotlarni, faoliyatchilarni va avam xalqni texnik ko'p harakat qilishinglarni va Sherqiy Türkistan devlet davasını texnik ko'p jonliq xalqaroniki nazarga selishinglarni o'tirib qo'yamiz, chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Fevral Xitoy tarqatgan xabarda Xitoy hukumatı Sherqiy Türkistanda atalmış ixtisosliklarni tarbiyalash, sizlarni ishga o'rlashtirish, ijtimoiy farovonlik kapolatli qilish degandek bir yurish siyosatlarni nomrodlikdan qutulishga yordam berish siyosatlar deb tashviq qilishga boshlagan bo'lib, atalmış ixtisosliklarni tarbiyalash uchun janubdagi 3 viloyat bir oblastning har bir noyisida birdan texnik tarbiyalash maktabi qurishni planlagan. Xabardiyani Xitoy hukumatining yerlik millat texnik xodimlarini zo'r kuch bilan tarbiyalaydiganligi, kasbiy xodimlarni ehtiyojli yerlarda xizmat qilishga rag'batlantiradiganligi, kasbiy unvon baholashda qaratmalik baholash, qaratmalik ishiltish usulini qo'llanadiganligini bildirgan. Analizchilarning qarashicha Xitoy hukumati janubdagi har bir noyida qurmoqchi bo'lgan texnik tarbiyalash maktablari Xitoy taratqullari ilgari atalmış kasbiy tarbiyalash markazi deb atayotgan lager maktablarining davomi ekanligini, Xitoyning xalqaroning ko'zini bo'yash, xato tushuncha berish uchun qo'llanayotgan nayronvozlik tashviqot qilayotganligini. Bu maktablarning haqiqatan texnik tarbiyalash maktabi bo'lsa, lager ichi va sirtidagi Uyg'urlarni qo'l ishchi qilib tarbiyalaydigan, atalmış texnik o'gitish bilan miyani yuyishni birlashtiradigan yangi tipdagi kasbiy tarbiyalash markazi ekanligini bildirgan. Angliya taratqullari yaqinda Angliya hukumatining 15-fevraldan boshlab yangi siyosat e'lon qilib, josuslik bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan Xitoy o'quvchilari va tadqiqotchilarining vizasining boshqarilishini chingitib, berilib bo'lgan vizani bekor qiladiganligini xabar qilgan. Bu siyosat 10 minglagan Xitoy olimlari va tadqiqotchilarining Angliyaga kirishini cheklashi mumkin. Taratqularning atrofli xabarlariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar o'rtaq gavda va taraqqiyot ishxonasi Angliya universitetlariga davlat bexatarlik sohasida o'qiyotgan yoki ishlayotgan chet elliklar
va Angliya şirketlərində tədqiqat və tərəqqiyat bilan şug'ullanadigan Xitay kəsbi xodimlarining qaytadan bexatarlik tekshirish ilib berilishini uqtirgan. Shuning bilan bir vaqtda Angliya hukumati sun'iy idrok, ximiya, fizika, matematika, kompyuter ilmi va bir qator qurilish sohalarini o'z ichiga olgan 44 sohada viza berishni to'xtatish yoki chingitishni amalllashtirmoqchi ekan. Angliya hukumatining bu harakati davlatning bilim mulk huquqi va davlat bexatarligini qo'g'dash uchun Angliya universitetlarida o'qiyotgan yoki tadqiqot ilib berayotgan Xitoy o'quvchilarining o'qish doirasini texmo cheklashdagi amaliyat ekan. Xəvərdiyəni Angliya hukumatining bu qarori Angliya xəvərləş mərkəzidəki Angliya universitetlərini düşmən dövlətlərdən gələn kişilərin Angliyaning shaxsiy sonliq ma'lumotlari, tadqiqot sonliq ma'lumotlari va bilim mulk huquqini o'g'irlaganligi va uni davlatining harbiy, savdo va patent taraqqiyotiga ishlatganligini bayqagandan keyin chiqarganligini bildirgan. Angliyaning sezgur texniklik bilimi va texnikasini qo'g'dash uchun Angliya hukumati ATAS tasdiq programmasini yo'l qo'yib, sezgur fan o'rganish va tadqiqot bilan shug'ullanadigan chet ellik o'quvchilarning ATAS guvohnomasi iltimos qilishini talab qilgan. ATAS turi aslida keng ko'lamlik urush qurollarini tadqiq qilish sohasiga qaratilgan bo'lib, navbatdagi vaziyatda 2020-yilda aeroplan va tor qurollar qatorliq ilg'or an'anaviy harbiy texnikalarga kengaytirilgan. Angliya tashqi siyosat aqllardan biri Henry Jackson jamiyatining aloqa direktori Sam Armstrong Angliya hukumati Xitoy armiyasining olib keladigan tahdididan xabardor bo'lganligi, shuning bilan chet ellik Xitoy o'quvchilariga bu siyosatni qo'llanganligini, uzundan buyon Angliya universitetlarida Xitoy jasuslarining ilmiy tadqiqotchi qiyofatiga kirib olib Angliyaga ilib kelgan tahdidiga sal qaraganligini, bu ehtiyotsizlikdan Xitoy armiyasining yovuz xurikini o'stirganligini, buningdan keyin razil Xitoyga har qanday foydalanish uchun chiqmaydiganligini ta'kidlagan. Qozog'iston O'zbekiston chegarasida qurilish planlanayotgan Ottura Asiyada Xelq'ara savdo markazi uchun xizmat ishlanishga boshladi. Qozog'iston bosh ministri Asqar Mominning riyosatchiligida chaqirilgan ministrlar kengashida savdo va birgavdilish ministri Baxit Sultonov O'zbekiston bilan chegara rayonida savdo markaziga munosabatli qurilish tayyorlik planlanayotgan xizmatlarning davomlashayotganligini uqtirib, Qozog'iston O'zbekiston chegarasida quriladigan Ottura Asiyada Xelq'ara savdo markazining nihoyat muhimligini ta'kidlab, savdo markazi quriladigan joyning O'zbekiston tarafi bilan birlikda qaror olganligini bildirgan. Xabarlarımızı kökünün Allah rahmet. Görüşküş aman bulunlar. Hayır hoş, Allah'a emanet.